Do'stlar, bizning navbatdagi ishimiz yakuniga yetdi. 37 kW bilan 350 metr masofada 45 metr podiyum bilan chiqarilgan suvni ko'rishlaringiz mumkin. 159 talik turba bilan ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga buni suvi kam yoki hammaga har xil. Buni endi tortayotgan suvni, chiqarayotgan suvni ko'rishlaring mumkin. Agar ko'rinib turgan bo'lsa, ana shu pastda oq kiyimda shogirdimiz o'tiribdi. 350 metr masofada 159 talik turba bilan suvni chiqarib berganmiz. Bu yerda podiyumi biz taxminan 45 metr plus holatda turibmiz mana shu joyda. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu visokovoltniy stalbalar qancha metr, adashmasam 40 metrdan baland bo'ladi buni metri. Bundan keyingi pastlikda ham ko'rishlaring mumkin. Bu mana shu joyda turgan bo'lsa, undan keyin qancha pastda turibdi. Xullas, mana yonimizdagi tepalikka qarab podiyumni ko'rishlaring mumkin. Mana shu holatda xullas 37 kW nasos bilan soatiga 200 tonna suv tashlab turibdi. Buni xo'p. Oldin buni joyida 55 kW li Centrabej nasos turgan. Uni nasos chiqarib o'rniga Gulibin nasos tashlab berdik. Unga suv qo'y, kirchatga klapan yopmay qoldi. Bir muammolari juda ham ko'p bo'lganligi uchun Gulibin nasos bilan mana shu joygacha ko'rishlaring mumkin. Mana shu joyda bitta ariq ketgan. Shu joygacha temir turba bilan Centrabej nasos tashlagan 55 kW bilan. Bu hozir 37 kW bilan undan yuqoriga yana plus 65 metr ulangan, ham podiyum ham uzoqlik qo'shilgan. Shunda ham hozirgi nasosimizda rasxoti 30 kW bo'lib turibdi. Albatta, mana shunaqa joylarga suv chiqarmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol ekranda turgan nomerlarga telefon qilishlaring mumkin bo'ladi. Chiroyli qilib suvlarni yeringizni katta kichikligiga qarab, joyingizga hisobini olib, ertaga muammo bo'lmaydigan qilib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ko'rib baho berishlaring mumkin. Kimgadir oz, kimgadir ko'p. Bu joylarga suv chiqish juda ham qiyin holat deb o'ylashgan. Albatta, chiqqan faqat rasxoti ko'p. Biz yana plus 65 metr bilan mana shu joyga olib keldik. Bu yerda ilgari eski nasos o'rni bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana hozir bu yoqqa oqizib qo'yishgan. Ketyapti hamma tarafga. Albatta bizni kuzatishda davom etasizlar. Bizda hali oldindan bunaqa videolarimiz juda ham ko'p. Albatta fikr, mulohazalar kommentariyada qoldirasizlar. Yana nima? Shu